dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba. 20:00. 20:00 da. Wala ila wala. 200 kvadrat metr penthouse. Hozirgi paytda o'zbeklar ja qiziqyapti deb penthouse ga. O'rta dengiz bo'yida. Bugungi obzorimizda 4 xonali sizni bo'lajak uyingiz. Hadi ketdik. Sizni uyingiz baybilet. Sharot. Sizni uyingizdagi general uchun kuxnyada hamma narsa qo'yilgan. Bu sizni mehmonlaringiz uchun yotoqxona, o'zini balkoni bilan. Bu yoqda esa xonadon egalarining yotoqxonasi, o'zini hammomi bilan. Yaxshilab harakat qilsanglar, bu sizlarning bo'lajak farzandlaringizning xonasi. Bu umumiy kitobxona. Okay. Pulni pochka topib faqat bekitish kerak emas-da. Bitta mana bunaqa uydan olib qo'yasiz. Keyin bilan kelib, dam olib, havo almashtirib, dengiz bo'yida nima yetsin? Biz faqat siz bilan oluvchi va sotuvchi emas, do'st bo'lib qolamiz, okay? Direktga yozing. WhatsApp nomerlarim ulangan, aloqaga chiqing. O'tirmang, o'ylanmang. Harakat qilish kerak. Ishga bosish kerak.